Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, Bog'ot avtomarketning hurmatli obunachilari. Nexia 2ni yaxshilarini so'raganlar uchun Bog'ot avtomarketda 2 dona yaxshi aksiyadagi Nexia 2larimiz bor. Shu mashinalarni men sizlarga bir qator ko'rsatib o'taman. Avval manzilni tushuntirib bering. Bog'ot Center, Bog'otning busi Qizilzdaniyani ko'rdingizlarmi? Numera del Gay. Libo odamdan ko'chadan so'rasangizlar, Gay ne desangizda ko'rsatadi. Shuning yan boshida Urtex Optom gilamlarning oldinda. Şurada joylashgan. Boshqa turdagi mashinalarimiz ham bor, bemalol kelaverasizlar. O'zlaringizdan sotiladigan mashinalar bo'lsa, kelsangiz sotish ham yordam beramiz, sotib ham olamiz. Xo'p, do'stlar, birinchisi bu o'zi ikkisi ham egidan kelgan. Birinchisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan Donus 1.6 lyuks konditsioner, Krasiya Radnoy, faqatgina 2 dona kalenkani zangi ishlangan, kichkina edi. Metan gazlari bor, top-toza bo'sh 15lik balonlarda. Eldalardan sizlarga bir qator ko'rsatayım. Eldilerinde yaxshilab e'tibor beringlar. Ne chiniq ne bor, siniq bor, ne chatnak bor, hech va yo'q. Kondisionerlar ishlab turibdi. Tayyor narsa, olib haydayverasizlar. Tarang narsa, haqiqiyna. Egalari вообще zo'r haydagan mashina. Texopolik durishma qaranglar. Yo'li bo'nina bo'n emas. Egasi shunday akkuratni mingan mashinamizni. Dimdik narsa, bahosi 69 milyon so'm pul bo'lsa beramiz. Eng taqalgan joy, qayt-kut yo'q, bo'lish shu do'stlar. Bu mashinaning egalaridan 67 milyon so'm pul ham so'radilar, bergani yo'q. Bo'lishini 69 milyon deb ko'p qiziqqanlar kelaverasizlar. Naqd pul avtokredit, barter, libo variant bor. Generalni denish berilmaydi, lekin oformleniya etish kerak. Oylik qaranglar, 20 milyon bilan chiqadi avtokreditda, oylik to'lovi 2 milyon 800 dan 3 yil chiqadi. Xo'p, bu yerda 2012-yilda ishlab chiqarilgan Sonus gibrid, bu Pollux varianti. Bilasizlar, Polluxni bir dona konditsioner bo'lmaydi, boshqa narsasi bir xil. Metan gaz, 4 dona bo'sh balon qo'yilgan. Bu mashinamizni meldan sizlarga ko'rsatib o'tayim. Bu mashinam shuningdek, hech qanday siniq-piniqlari yo'q. Xo'p, xullas, do'stlar, bu mashinamizning bahosi 57 milyon so'm. Avtokreditda 17 milyon bilan chiqadi. Plus xarajatlar, adliy ko'cha xarajati, oylik to'lovi 2 milyon 300 ming so'mdan 3 yil chiqadi. Barter, naqd pul, avtokredit, libo variantda savdolar bor. Bu mashinamizga general denish beramiz. Xullas, hurmatli do'stlarimiz, Bog'ot avtomarketda turgan Nexia 2larimiz 2 dona edi. Kimga qaysidir bir qiziq oladigan bo'lsa, video pasida telefon nomerlari qoldiraman, shu nomerlar bilan bog'lanib, Bog'ot avtomarketga kelsangizlar bo'ladi.